u yoqdan sirkulyatsiya boshlanadi. Yo'nasiz. Bironta ish qo'limdan kelmaydi. Gap bilan shu narsani tushuntirib bilmayman-da. Xo'sh, reaksiyalar qanday bo'ldi? Shunda chiqardilar, ming so'm berdilar. Bolada ayb yo'q. Nima rasm olaman? Ham ma'no sifatdan ham yaxshi emas, bir kadram ham emas. Bu men deyman. Musor demaydi. Tayyor studiya, tayyor apparat. Hammasini tashlayman, chiqaman, aka ketaman, olaman. Hech kim ham qiziq ham emas. Bo'ldi. Endi chidaymiz. Shaxsan men ham kam bilaman. Men deyman, yaxshi fotograf deyman. 100%. Darslar aytsam, bebop bosish kerak tepaga qarab. Ilohiy bir belgili bilan ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Endi buni o'ylash kerak. Assalomu alaykum foto ixlosmandlar. Mana tasvir podkastimizning navbatdagi sonlari yozilib, bundan oldingi sonlarimizda bir emas, bir necha mehmonlarimiz tomonidan nomi e'tirof etilgan qahramonlarni birin-ketin ko'rsatuvimizga mehmon sifatida taklif qilishga imkon topayapmiz. Bugungi mehmonimiz boshqa sondagi mehmonlarimizdan yaqqol farq qiladi, chunki bugungi ijodkorimiz ikkinchi avlod ijodkori. Marhamat, bugungi podkastimiz mehmoni Behzod Boltayev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz o'rta. Rahmat. Behzod Boltayev Buxoro fotografiya maktabining yosh ijodkorlaridan. Mashhur fotograf Shavkat Boltayevning farzandi. Bir qator xalqaro ko'rgazmalar ishtirokchisi, foto tanlovlar g'olibi. Badiiy fotografiyada hamda hujjatli fotografiyada samarali ijod qiladi. Ayni kunda xalqaro Buxoro arxitektura biennalesida mo'jaz ko'rgazmasini tayyorlash ustida qizg'in ish olib bormoqda. Do'stlari va yaqin hamkasblari ta'rificha samimiylik va oliyjanoblik fazilatlariga ega ijodkor. Biz sizni podkastimizda ko'rib xursandmiz o'rta. Ali tig'iz reglamentga qaramasdan Toshkentga kelgan hamma bir ishlaringiz orasida bizning podkastga kelishni rejali olganingiz uchun minnatdormiz. Ko'p rahmat. Sizlarga ham katta rahmat taklif uchun. O'zim umuman podkastni kuzatasizmi? Kuzataman. Hammasini ko'raman. Eng yoqqan soni qaysi? Hammasi. Endi hamma o'sha ijodkorlarning o'zini yo'nalishi bor, stili bor. Endi men aytmoqchimanki, ijodiy tomonlama kommersiy tomonlama. Masalan, to'y nimalari bor ijodkorlar. Rang-barang ijodkorlar, to'g'ri aytasiz. Mana hozir podkast boshida ham aytib o'tdimda, bir necha ijodkorlar qahramon sifatida, mehmon sifatida sizni ko'rishganligi, sizni ko'rish xohlaganligi haqida aytib o'tishganda, o'shanda aynan kimni taklifi sizni esingizda yaqqol qolgan? Anvar akani bo'lsa kerak. Anvar aka ustoz Anvar akani. Men u kishi bilan umuman uchrashmaganman, hayotda ko'rishmaganmiz. Faqat telefon orqali, virtual o'sha Facebook orqali. O'sha kishini men oxirigacha ko'rganman, 12gacha ko'rganman, to o'sha 2gacha oldin qilmasdan, keyin oxiriga shu meni aytganlariga biz xursand bo'lib, onam yotganlar, ona turing deganman, meni bitta fotograf Anvar aka. Demak, bu ham bitta o'rniki, podkastni oxirigacha ko'rish kerak ekan. Обязательно. Siz bo'lmaydi. Qoyil, zo'r. Savollarni boshlaymiz. Xohlaymizmi, yo'qmi, do'stim? Ali Behzod Boltayev ijodi haqida to'xtalganda, Alloh rahmat qilsin, ustoz, otangiz Shavkat aka Boltayev ijodlari bilan xohlaymizmi, xohlamaymizmi bog'lanadi. Ilk savollar shu bilan bog'lanadi. Mashhur fotografning o'g'li bo'lish qay hollarda qulaylik yaratadi, qay hollarda noqulaylik yaratadi? Men endi qanday sizga tushuntirsam, men uchun qulaylik tomonlari ham ko'p, lekin men qulaylik tomonlarini hech qachon ishlatmaganman. Ishlatsam bo'lardi. Harakat qilganman ishlamaslikka. Chunki men hamma vaqt bu narsadan qochganman, yoshligimdan qochganmanki, shu men bilardim, otam shu san'at sohasida shu o'z o'rniga ega inson. O'sha uchun men faqat shu narsadan qochganmanki. Lekin xohlasangiz, ko'p kishi bilmagan shu menda u kishining o'g'illarligimda. Yo'q. Lekin baribir o'sha oilada, xonadonda ijodiy muhit bo'lgan, ijodkorlar kelib ketgan. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz o'sha muhitning ichida bo'lgansiz-ku, xohlamagan taqdirda. Men deymanki, men o'zi fotolaboratoriyaga tug'ilgan desam ham bo'ladi. Qo'y. Shu plyonka, VHS kameralar, o'sha plyonkalar, o'sha faqat yoshlikdan shuni ko'rib katta bo'lganmiz. Katta bo'libmiz. Mashhur fotograf o'g'li bo'lish pand bergan holatlar ham bo'lganmi? Umuman ijodda, hayotda. Men endi bu bir noshukrlik bo'lmasin. Bu bir endi Xudoning o'zi kechirsin, men shu narsadan aytayapman-ku, qochganman-da, men o'zingiz. Men
bilganman shu bu dadam fotografiyadan ko'p narsaga erishganlar. Men keyin yoshlikdan tanlaganmanki, men kino sohasiga boraman. Endi ko'p kishi bilmaydi, men ilgari shu qisqa metrajli filmlar olardim. Shaxsan men ham bilmayman. Ha, o'sha filmlar ishlaganmiz. Bu 2008-yillar gapi. Qisqa metrajli filmlar olardim. 5 minutlik, 10 minutlik, 15 minutlik. Keyin festival, konkurslarga qatnashardim. Xalqaro, Toshkentga bo'ladigan konkurslar. Ishqilib ko'p o'sha nimalarni biz ishdan boshqa kechirganman desak ham bo'ladi. Nespravedливостьlarni-da, nohaqliklarni ko'rganmiz shu kino sohasida. Keyinchalik shu bir endi sabab bo'ldi, Xudoning ishi deb o'ylayman. Yana fotografiyaga kelganman. Bunga endi bir qo'pol sabab bor desak ham bo'ladi. Ko'p xalqaro tanlovlar g'olibiman kino sohasi bo'yicha. Xabarimiz bor. Nima xohlamasdim men shuni shu insonni deyish orqali hurmat qozonishni. Shu to'g'ri. Endi men sal qiynaldim bu so'zni aytgani. Shu otasini ustidan bu shu darajaga erishdi. Endi otangiz shu fotografiya bilan yoki san'at bilan qatnashsa, endi ko'p insonlar shunday o'ylaydi-da, otasi fotograf, san'atkor. O'zi shunday biladi-da. Oson erishiladi. Oson erishiladi. Mehnatsiz. Go'yoki. Lekin o'zi otangizdan yaxshi bir maqtovlar, yaxshi bir nima deydi, motivatsiya anaqali eshitib turganmisiz? Dalda umrlarini oxirida eshitganman bu gapni. Lekin biz otam bilan juda kelisha olmaganmiz. Biz dunyo qarashimiz ikki xil bo'lgan. Ya'ni ijodiy taraflar. Ijodiy tomonlama. Ijodiy tomonlama ham, ijodsiz tomonlama ham biz aynan men bilan. Men u kishini endi 5-farzandlarida, kenja farzand. Yo'q, mendan ham yana ukam bor. Tushunarli. Men 5-farzandlari. Juda men bilan endi aynan men farzandlarimning ichida men shu sohada ketganim uchun bilmayman o'shanga men bilan juda qo'pol edilar. Ish qilib. Demak, xuddi siz otangizning nomlaridan foydalanishga shoshmaganingizda yoki foydalanish xohlamaganingizda, otangiz ham o'ylaymanki, o'sha munosib farzand, munosib ijodkor tarbiyalash uchun hattoki shogirdlarga berilishi mumkin bo'lgan yumshoq, iliq so'zlarni sizga menimcha ayagan bo'lsalar kerak. Faqat men tanqid eshitganman. Dada, bugun bitta rasm oldim. Musor bo'lmaydi. Rostdan musorga tashirmidingiz bir chekkaga? Bu degan, ha? Yo'q, qo'yardim. Ana masalan men shu nimaga kirishim, fotografiyaga kirishim. Baribir biz ana buni Zilola opa bilan shuni esladik. U kishi meni eng yaxshi ko'rgan ustozlarimdan biri Zilola Saidova. U kishi 99-yildan beri rasm bo'lar ekanman. 99-yildan beri rasmlarim bordi. Men eslayman. Endi menga ko'p kishi o'ylaydiki, otasi o'rgatgan fotografiyani, shunaqa tayyor studiya, tayyor apparat. Ishoning, menga biror marta Bekzod fotografiyani bunday olish kerak, unday olish kerak, fotoapparatni bunday ushlash kerak demaganlar. Shuni o'ylayman-da ba'zida. O'ylayman, baribir gen ham ta'sir qilar ekanda insonga. O'sha kasbga ega bo'lish uchun-da, endi baribir genni ham ta'siri bor deb o'ylayman. Ming xil o'yladim. Nimaiki fotoapparatni qo'limga ushlatib bunday deyilmaganda menga. Keyin men qanday o'zi sizga tushuntirsam, oxiri shu qarorga keldimki, shu o'zimning fikrimda endi men ba'zida kechqurun turaman, kechqurun bir 3 kechasi hayollarimga kim narsalar keladi, ko'p bo'libdi, shu ko'p yoshlikdan bo'ladi. Kun shunday fikrga keldimki, bir shaxsni dedim, bir insonni bir shaxs bo'lishi uchun, bir kasbni bir mukammal inson o'sha kasbning egasi bo'lishi uchun dedim, 3 narsa katta rol o'ynagan. Qaysi narsalar ekan? Birinchisi bu Xudo deb o'ylayman. Bu albatta inson deydi-ku, talant от Boga deydilar-ku. Shunaqa. Ikkinchisi bu gen. Uchinchisi bu muhit. Muhit deb o'ylayman-da. Bor insonlar shu sarson sargardon yuradi-yu, bir kishi deydi-ki, "Da, kel, men senga fotografiya bilan shug'ullandi." Shu bilan yo'lni topib ketadi-da. Ikkinchisi shu gen. Uchinchisi endi bu endi Xudodan endi tug'ilganlar bor. Shunaqa endi rajdan. Qaysi biri kuchliroq? Endi men bilmayman. Men
endi maqtanish Shunaqa o'z-o'zidan. Uchalasini ham sezaman-da, uchalasini ham O'shani sezaman. aytmoqchiman, sizda ko'proq mukammal, eng kamida men hozir sizni ozgina to'g'rilamoqchi yoki qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan narsam nima ediki, shu bolalikdan eng kamida yaxshi suratni, sifatli suratni ko'rib katta bo'lgansizda, eng kamida. Shuni o'zi katta maktab demoqchiman-da, albattaki o'sha alfabetini o'rgatish shart emasdir sohani, unisini birinchi, ikkinchi, uchinchi qoidasini o'rgatish shart emasdir, lekin sizni hali estetik zavq uchun ko'zingiz hali yoshlikdan yaxshi fotografiyani tomosha qilib katta bo'lganda bu 100%. Shu qiziq. Endi bunga masalan nimalar keltiraman-da, misollar. Masalan, ba'zida men bo'ladi-ku voqealar, yo'lga ko'rasiz, rasmga olmoqchi bo'lasiz, chiroyli moment. Olasiz, shunday qaraysiz, yaxshi rasm, lekin tushunmaysiz. Men deyman, bu gen. Shunday halicha tushunasiz, lekin qanchadir vaqt o'tib tushunishingiz mumkin. Uni 100% vaqt o'tib tushunasiz yoki birov sizga tushuntiradi. Lekin qanaqadir turtki, qanaqadir yonasizda, ichingiz yonadi-da, shu olish kerak, tamom. Juda qiziq. Bo'ladi vaziyat, siz shunaqa yana voqea ko'rasiz, уже u yoqdan sirkulyatsiya boshlanadi, yonasiz. Bu deganiki, уже Xudo deydiki, sen ana shu yerga olishing kerak. Men senga shu voqeani tayyorladim, shuni sen olishing kerak. Men shunday qabul qilaman bu narsani. U 10 metr, 100 metr o'tsam ham qaytib kelaman. Avtobus bilan borib qaytib kelgan vaqtlarim bo'lganda, o'sha joyni olish. Lekin haqiqatda mana shunaqa bir ilohiy bir belgilar bilan ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Demoqchi bo'lganim shu narsalarni kuzatganmisiz? Sezaman, aka. Kuzatmayman, sezaman. Shu endi bo'ladi. Endi aytmoqman, ana siz momentni ko'raman. Ana aylanadi, u pajarnik ham sizni spasat qila olmaydi u payt. Men boraman, o'sha endi shoshilayotgan bo'lishim mumkin-da. Qaytib kelaman, boshqa insonni o'sha yerda momentini kutaman, shu ishni qilishini. Shaxsan menda bitta kichkina voqea bo'lganda, Samarqandda shu to'y o'tganimizda kelin-kuyov udumlarining ichida shaham yoqadigan holat bor. Shunaqa o'sha ona xollar shaham yoqishdi-da, men ulgurmadim-da o'sha shaham yoqish jarayonini o'zi 5-6 ta ayol o'ralib shaham olishga ana ulgurmadim desam, shaham olib ketishayotgan joyda o'chib qoldi. Va shaham yoqish prosesi boshlanadigan bo'ldi. O'shandan keyin balki men xohlasam boshqara olaman vaziyatda degan bir fikr kelganda, uni qanchalik uddalay olish, uddalay olmaslik, qanchalik ta'sir, lekin balki qilsa bo'lar deb o'ylagan bir xayolim bo'lganda-da, o'shanga yaqin fikr yetganingiz uchun qiziqyotgandim-da bu jarayonga. Aka, vaqt o'tib sizda o'sha ilhomni ham kontrol qilishni boshlar ekansiz. O'sha ilhom keladi-ku, o'sha pajar bu ilhomda. Shunaqa. Ilhom bu endi Xudo, tamom. Shunday deb pajarni ilhom. Nima qilamiz? Qaytib kelaman, o'sha momentni kutaman, olaman. Siz olasiz-ku o'sha payt. Ham ma'no jihatdan yaxshi chiqadi. Ham siz tushunasiz, ham kadr yaxshi. Bu deyman o'sha Xudo. Bu Xudo. Yana voqealar bo'ladi, men rasm olaman, ham ma'no sifatdan ham yaxshi emas, ham kadr ham yomon emas. Bu men deyman. Bu o'zim. Bu o'zim. Hech kimga aybi yo'q. Nimagaki aka? Bollada aybi yo'q. Men deyman, bir bilimi baland inson emasda men. Men o'zim, har kim o'zini yaxshi biladi-da. Men deyman, ba'zan o'zimni kadrlarimdan o'zim xursand bo'laman. Rostdan ham men oldimmi shu rasmni deyman-da. O'zimni bir shu jasadni ko'tarib yurganda his qilaman ba'zida-da. Ba'zida kimdir meni как будто kontrol qilibdi. Shunaqa voqealar bo'ladi. Endi shunday hisoblayman men shu narsalarni. Rosa xursandman, juda ham nima deydi, keng lekin juda qiziq javob bo'ldi. Hozir shunchalik hali kirishib ketamizki, birinchi savolga. Bitta narsani aytsam, bemalol qo'shaver. Shu endi dadam ko'rdilar. Что men endi fotografiyaga qiziqibman, o'sha olishni boshlabman. Kichkina bitta do'stlarning qarzi bor edi, berolmadi. U kishiga unaqa kichkina Panasoniccha nimalar, любительский fotoapparat berdi-da. Keyin men rasmga olishni boshladim, bu kishi ko'rishni boshladilar. O'sha musor. Keyin nima, osta-osta u kishi bu ham endi o'ylayman-da, bu ham bir xod bo'lgan ekan-da, hozirgi nimada. Keyin tanlovlar boshlanardi, eng ulug', eng aziz degan tanlovlar bo'lardi. Bu kishi juri, dadam. Sovg'alarni olib kelibdilar. Bu yerga bizning ofisga olib keldilar, qarasam radio edi. Yoki Tetrisda, yo esim, menimcha radio edi-da, yo Tetrismi? Ish qilib esimga yo'q, ikkalasidan biri. Ubaydullo amon ham aktyor ham nima edilar, juri edilar o'sha payt. Onamga ketyapman, dadamga gapim o'tmaydi-ku. Onamga ketyapman, ona deyman, dadam juri, rasmlarni berganmiz. Dadamga ayting, menga o'sha Tetris bilan birinchi o'rinni bersinlar. Endi biz o'sha payt men bir 5 yashar bachada nima yeyapman-da onamni. Hay, men aytaman dedilar. U kishi borganlar, otamga aytganlarki, bu birinchi o'rin bilan o'sha Tetrisni so'rayapti. Hay, boshlandi u
o'sha konkurs boshlandi, 1 soat gapiribdilar, suhbat kutirib o'tiribman deb qachon tugaydi bu suhbatlari. Qachon keldi ha. 3-o'rin Bekzod Boltayev. Shunday chiqdi. Menga bilmayman, umuman boshqa bir raskraskami nimadir beriladi. Shu aftim turish ish qilib chiqdimi, oldimi, endi o'tiribman. U yerga endi hammasi tugadi. Endi boshladim, yana onamni yeyishni boshladim. Nana nimaga berib bermadi? Kelinglar, men otamdan so'raymiz. Endi dadamning yonlariga bordik. Dadamning yonlariga bordik. Bu kishi bundan ham onam dedilar, bu meni yedi. Nimaga bunga birinchi o'rinni bermadingiz deb, Tetrisni bermadingiz. Borsin syomka qilsin dedilar. Borsin syomka qilsin, ishlasin, ko'p bo'lsa men o'zim unga radiochi bo'lib beraman deganlar. O'sha radiomi, Tetrismi, nima kerak bo'lsa. Bu ham bir shunaqa bir urvinda, men deyman, qiziqtirish bu ham metod. Bu ham bir shunaqa qilib endi kirgizdilar. Keyin men ishlashni yana boshlaganman. Endi u sabab bo'lmagan, u siz ham endi o'zi yaxshi ko'rasiz. Lekin qiziq voqea eslash uchun. To'g'ri. Rahmat. Bekzod nima uchun suratga olasiz? Qanday his-tuyg'u, qanday turtki sizni rasmga olishga undaydi degan savolimga birinchi javobda to'xtaldingmi, to'xtalmadingmi? To'xtalsak ham bo'ladi. Yana javob berishim mumkin. Yasholmayman. Bu qanaqadir nomiga aytilayotgan gaplar emas. Yoshligimdan meni biladiganlar biladi. Любой moment, любой o'sha situatsiyaga hammasini tashlab kelishim mumkin. Masalan, biron to'yga o'tirsak ham, biron marakaga o'tirsak ham, biron важный uyimga biron yaxshi voqea bo'layotgan bo'lsa ham, biron kishi telefon qilsa, yaqinim kel biron joy, endi bu aslan ustozlarda telefon qilsalarki, kel bir joyga xona boramiz, syomka qilgani yoki boshqa bir fototurga chiqaman. Hammasini tashlayman, chiqaman, aka ketaman, olaman. Kerak. Xohlayman. Menga hamma vaqt keyingi rasmim qiziqda. Qani keyin nima olaman? Bitta olaman, yaxshi chiqadi-ku, hayolimga yana cho'kishni boshlaymanki, endi bundan ziyod yaxshi ola olmasam kerak. Men hayolimga o'sha yaxshi rasmda qoniqib qoladi odamlar bir pas. Yana bir odamni shunda balans borda, bir qochadi, bir keladi, bir verini bo'lasiz, bir tushasiz. Yo'q deyman. Kechasi ham bitta ochib tomosha qilasiz rasmni. Bo'lgan bunaqa voqealar. Yo'q deyman. Hali bu xamir uchidan patir deyman, bosish kerak tepaga qarab. Shu, endi aytobman, o'zimni bir shaxsni ichiga bir shu jasadni olib yurgandayman. Ichimga xuddi bir kishi bir bor shu ol deydi. Men hayolimga hozir ana sizga oddiy qilib tushuntirsam, shu qo'pol qilib ham tushuntirsak, shu dunyodagi voqealar, bu urush bo'ladimi, biron voqea, nimaki voqea bo'lsa, hayolimga shu fotograflar uchun qilayotganday. Mumkin u siyosiy o'yinlar, ular o'zi uchun qilib, aslida o'zi uchun qilibdi, o'sha nimasi uchun qilibdi. Hayolimga shu bu aynan shu fotograflar uchun qilinayotganda. Shu urushmi, shu biron kishini o'ldirishmi, otishmi, shu bitta kelmani rasmga oldaydi, men ham shunday vosprimat qildim. Xuddi hamma voqea fotografiya atrofida aylanadi. Aynan, hayolimga shunday. Endi mumkin o'sha refleks bo'lgani uchunmi shu. Balki. Qo'lingizdan fotoapparatni olib qo'ysa nima bo'ladi? Olaversin. U ichimdagi jajdamni ola olmaydi-ku. Yo'q, jajdan olamiz. Nima bilan suratga olasiz? U texnika aka, telefon bilan, telefon. Birovnikini olib rasmga olgan voqea ko'p uchraydi. Borasiz, yaxshi moment, telefoningizni zaradkasi yo'q yoki fotoapparatingiz yoningizga emas, ushlayman, men deymanki, men tushuntiraman. Endi hamma ham tushunmaydi aka. Men fotografiya nimaligini tushunaman, men deyman, fotograf olsam maylimi? Bering, chik beraman. O'ziga tashlab olasiz. U menga iloyim u kачествоsi past tushsin. Iloyim hech qaysi joyga ishlamasin, pechatdan qilib bilmay. O'shani olay, ana buni yumshatay. Tamom aka. Yengil bo'lay deyman, tamom. Qoyil, juda qiziq. Masalan, ko'p bo'lgan olganman, lekin biron joyga publikatsiya qilmaganman. Telefonimga yopibdi, kompyuterimga yotibdi. Hech kimga qiziq ham emas. Fotograf sifatida Ali birinchi ishlab topgan pulingizni eslay olasizmi? Nimaga sarflagansiz? Birinchi ishlab topgan pulimni sizga eslolmasam kerak, lekin bitta zo'r voqeani eslayman. Men haligacha pul bilan nimani bilmayman. Pul qancha turadi, narx-navolar qancha to'laman, pul bilan do'stlashmaganman, aloqam yo'q. Bir zo'r voqeani eslayman. Men fotosessiya qilmasdim. Meni Facebookga bir kishi endi ko'rib borar ekan, kuzatib borar ekan, Facebookga yozdiki, men xohlayman, shu sen meni rasmga ol, men to'layman. Men yo'q deb unga rasm yozdim, men fotosessiya qilmayman aka, shunday. U keyin meni do'stimga chiqqanki, endi meni yaqin insonimga chiqqanda, ki aytganki, o'shanga bir ayt, nima, meni fotosessiya qilsin, rozi qilaman. U menga chiqdi, seni rozi qilar ekan, bunday. Keyin men bordim, insonni
u kishi nima o'sha bilyard o'ynar ekanlar. O'sha chilim chekar ekanlar, bilyardxonaga bilyard o'ynadilar, chilim chakdilar, ish qilib hammasini oldim. Men uni keldim, bir 400-500 ta rasmda o'sha tutunlar ichida har xil o'zimni fikrlarim bilan oldim. O'zimga ham qiziq bo'lgandi o'sha payt eksperiment qilgandim. Keldim, montaj qilishni boshladim. Chornobel qildim, svetnoy qildim, ish qilib taxladim. Bir 2 kundan keyin telefon qildim. Aka dedim, rasmingiz tax shu olsangiz bo'ladi. Ha, fleshka aytaman. Fleshka berdilar, uni tashlab berdim. Qancha bo'ladi? Men dedim, ko'ngilingizdan aka dedim, chiqarib bering bir narsa. Shunda chiqardilar, 10 ming so'm berdilar. Rozimisan dedilar. Men dedim, даже ko'p berdingiz. Men hozirgi nechinchi yil haqidagiligini ham aytib bu ham yillar endi bir 5 yil 6 yil bo'lgandir-da bu narsa ko'p bo'lsa. Shu koronavirusdan sal oldinroq edi. Agar hozir shu ishni agar shu biron kishi qilganiga o'sha 10 mingni olib ramkaga qo'yardim lekin. Hozir. Lekin 5-6 yil oldin ham ramkaga qo'yadigan darajada edi umumiy. Endi shunaqa voqea nima deyman o'zi? Yo'q. Bu haligacha shunday. Haligacha men endi pul siyosati bo'yicha men ham aniq bir yechim bor, aniq bir o'lchov bor demayman. Chunki ayniqsa ijodkor odam uchun bu narsa juda ham bir shaklsiz, anaqasiz narsa-da, hali xuddi suvga o'xshagan narsa-da, hali uni qanaqa shaklga sola olasiz, qanaqa yo'naltirasiz, u har bir odamning o'zini shaxsiy bir. Menga ko'p mana Hamdam aka, Umida opa, Husniddin aka ko'p tushuntiradilar-da, Bezod ana shuncha price, ana bu vaqtga ana shuncha. Ana shu baribir bo'lmaydi aka, shu mana ko'p aka meni u ko'chadagi insonlar aldashi qiyin, lekin faqat shu san'atni vakillari faqat aldab ketadi-da mana. Faqat shu san'atdagi insonlar meni aldab loq qilib ketadi. Anaqacha. Masalan xalqaro anaqalarda ishlaganda qanaqa bu tajriba? Rovni. Shu u yoqda belgilangan shartlar bor, belgilangan qoidalar, belgilangan reytlar bo'ladi-da, narxlar. O'shadan talab bilan chiqadi-da. Ular deydiki, Bezod bizga ana nafaqat pul bo'yicha, aynan ijodiy ko'rsatmalar bo'yicha. Hammasi mavzu, sizga tematikani beradi, proyektni beradi, qaysi nimani olishni beradi, oxiriga prizni aytadi Bezod. Biz ana shuncha sanga to'lab bilamiz. Men deyman, roziman. Men biror marta akkazam. Shu paytga chiqgan eng katta, eng qimmat proyektingiz, loyihangiz qaysi loyiha bo'lgan? Pulini oзвучить qilmasligi muhim emas, lekin aynan sizning ijodingizda yalt etib esda qolgan. Shu menimcha shu UNESCO bo'lsa kerak. UNESCO bilan xalqaro tashkilotlar bilan bo'lgan proyekt. Xalqaro shu ko'p UNESCO ko'p men bilan ishlaydi, bilmayman, shu UNESCO bo'lsa kerak. Pul degan joyga-da, masalan shu ijodkor deyapti, o'sha pulni o'yladimi, ijod fokusi qochadi. O'sha ijodkor deydi, o'sha ijodni o'sha pul bilan nima qiladimi, o'sha birinchi o'ringa qo'yadimi, pulni ijoddan o'sha ijod fokusi qochishni boshlaydi deydi. Men bittasi aytgan o'qidim o'sha endi eski faylasuflar. Sizga bu yoqdimi, yoqmadimi fikr? Juda yo'q. Men aytaman, pul bilan do'stlashmayman-ku, men faqat meni shu nima baribir kerak. U siz ham bilmaydi. Men masalan hozir toki ijodga to'laligicha bag'ishlashingiz uchun sizni hali nima deydi, qozoningiz bemalol qaynashi kerak, siz u tashvishlar haqida o'ylashingiz kerak emas-da. Sizga o'zi gapga yana esimga keldi. Menga ko'p kelishadi, deydilar-ki, bu fotografiya o'zi qanaqa bir bo'y kasbmi deyishadi. Men deymanki, bu juda bo'y kasb deyman. Buni bo'yligi nimaga deydi-da, u nima pul keltirmaydi. Buni bo'yligi deyman erkinlikda. Erkinlik sami bo'y narsada, eng bo'y narsa bu erkin inson bo'lishingiz. Men hech narsani o'ylamasdan fotoaparatimni olib ijod qilishim kerak. Men bilamanki, orqamda meni ovqatim bor, yeydigan narsam bor, hamma narsam bor. U shu darajada bo'yki, u qimmat demoqchiman, bo'y debman, qimmat kasb. Qimmat. Men adashdim, bo'y debman. Juda qimmat kasb. Bu aytayapman-ku, u narsa uchun juda ko'p narsadan voz kechishingiz kerak. Xudo qilmasin, ijod bir xil insonlar borda, o'sha fanatday bo'lib ketganda, ijod deb nima вообще tarki dunyo qilib tashlaganda hayotni xor bo'lib ketishi mumkin-da, Xudo qilmasin. Endi avvalambor Xudo, baribir bunaqa fanat bo'lish kerak emas, lekin pulga bir berilib ham ketish kerak emas. Men eslayman, masalan, shu maktab davrlariga dadam pul berardilar, o'sha ovqat yeydi. Mana shu telefonlarimga nima, bobolarga, jo'gilarga pul ber derdi ular. Pulimni berib, o'sha 200 so'm, 300 so'm pulimni berardim, bobona rasm olardim. O'sh qolib kelardim keyin. O'sha do'stimnikini yerdan bunday o'sha kelardim. Uyga keyin ovqat yerdim.
ana endi ular o'sha 300 so'm mana endi boqibdi. Ana bu maktabni bitirganimga endi 10 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi. Ana endi ular bir 5 yildan beri mana boqishni boshlayapti o'sha rasmlar. Tushunarli, tushundim gapni. O'zbekiston sharoitida ijodiy fotografiya bilan tijoriy fotografiyani o'rtasida xuddi katta bir jarlik borga o'xshaydi-da. Yaqqol ikkita front. Yaqin emas. Mana ijodiy fotograflar faqat ijodga o'zini bag'ishlaydi, lekin moliyaviy taraflama qiynaladi. Bemalolgarchilik emas-da, har holda qiynalmagan taqdirda ham bemalolgarchilik emas. Tijoriy fotografiyada pul bemalol aylanadi, lekin ijod ozgina oqsoqlanadi u yerda. O'z umuman mana shu munosabatlarni, mana shu holatlarni kuzatib va chet eldagi shu holatlarni kuzatib, bizda qaysi tajriba yetishmaydi deb o'ylaysiz? Mana shu narsani ikkalovini hamohang baravar olib ketish mumkinligiga. Ijodkorlarda qolgan gapmi, odamlarda qolgan gapmi, aynan ijodni tushunmasligida? Men bilmayman, aynan sizni qarashingizda bu narsa qanaqa, menga qiziq. Men o'ylaymanki, bu yerda davlatning ham roli juda katta deb. Shu galeriyalarning ham roli katta deb o'ylayman-da. Fotograflarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. O'sha aynan ijodkorlarni yoki bilmayman, biron частный biron shaxsmi yoki davlatmi, men o'ylayman biron galeriya qilib yoki galeriyalar bor. Bizga o'sha don fotografiyalar bor. Endi bilmayman, nastroyka qanday ishlashadi ular. Men ular visifka qilib ko'rmaganman, lekin visifkalar bo'ladi. Visifkalar xuddiki hisobot ko'rinishida bo'layotganga o'xshaydi. Uni hayoti yo'q, uni davomiyligi yo'q. Undagi suratlarni sotildi, sotilmadi, keyingi taqdiri yo'q-da. Faqatgina o'sha hisobot ko'rinishi, bayram o'tdi, hisobot topshirildi, 1 yillik hisobot ko'rgazma, qanaqadir doimiy bir yashab turgan, ijod qilgan, puls berayotgan ko'rgazmalar haqida shaxsan men o'zimda ham tasavvurim ko'p emas. Lekin bo'lmayapti degani ham emasdir bu, lekin shaxsan men ham kam bilaman bu haqida. Shu masalan, отчетный o'sha fotovistifikalar, hisobot vistifikalarga masalan продажа qilish mumkin. O'sha fotograflarni yana bir rasmlardan bir o'ntadan chiqarib, yonida masalan keladi-ku muxlislar. Yonida открытка ko'rinishi. Masalan, men xohlaman shu muhidini rasmi yoqadimi? Shuni olaman. Oddiy narsa. Deydi, masalan, ustidini rasmi yoqadimi? Men olaman. Kimga yoqadi? Shunda ishlash. Ana biz masalan Buxoroda dadam 2003-yil galereyada bor. Men sotib olganman. Raqqosa qiz bor-ku, aylanayotgan. Rosa yoqadi surat. O'z menimcha Zilola opaniki. Yoki dadamnikini bilmayman, Zilola opani ishlari bo'lsa kerak. Lekin galereyadan sotib olgandim. Menimcha ustozniki bo'lsa kerak, chunki o'zlari avtograf qo'yib bergandilar. Mumkin. Bor unaqa rasmlar ham. Men o'ylayman, ana biz qo'yganmiz. Endi biz частный-ku, biz o'zimizniki. Men bu yerda o'ylaymanki, ana shunaqa biron kishi частный vistifka, частный galereya ochish kerak. Agar bir biznesmen inson bo'lsa, o'sha buni ham yo'lni, marketing yo'lini o'ylab topish kerak. Endi men bir marketing emas. Lekin yaxshi taklif. Shaxs o'sha har bir fotograflarning vistifkasini qilsin. O'shanda masalan foiz olsin. 20% nafaqat mahalliy miqyosda, xalqaro miqyosda sotishi mumkin, agent bo'la olishi mumkin. Zo'r taklif. Siz boshqa o'sha agentstvalar ham biladiki, shunaqa O'zbekistonga galeriya bor, agent bor. Agentni ham o'zi shunaqa zamon keldiki, ana shu agent, kurator degan narsalar o'zi nima topga chiqdi, shularni davri keldi, ijodkordan ko'ra. Ana bular ana nimani qilsin, vistifkani qilsin, ko'rgazmani qilsin, o'shanda foiz olib ishlasin. Keyin o'zi ijodkorlar ko'p, ana o'sha Husniddin akani ham qancha nechta nima o'sha Madinalar, Xolidalar, Murodlar, qancha shogirdlar. Endi men bilganim u yana u kishi nechta chiqardilar. Shunaqa. Ana nima hozir Sobir aka, Sobir Muhammad chiqibdilar do'stimiz. U kishi ham ishqilib ko'p, juda ijodkorlar ko'p. Hozir chiqibdi. O'shalarni ular-ku mayli, ular hali endi biz endi chiqayotgan pokoleniya. O'sha katta pokoleniya, Viktor Allarini qarang masalan. Qancha katta bazaligi bor, o'shalarni hech bo'lmasa yilga bir qilish kerak deb o'ylayman. Ham ularni bir hayotlariga bir yaxshi bir yordam bo'lardi. Ham u kuratorlar, ham galeriyalar ham yaxshi ishlardi. Endi buni o'ylash kerak marketing yo'lini. Tijorat u o'z yo'liga, u to'ylar, u shunday ham bo'laveradi. Qarang, mana hozir o'sha ustozlar haqida, hamkasb, do'stlar, safdoshlaringiz haqida qisman eslab o'tildi. Shu yerda bitta qiziq savol hayolimga kelib qoldi. Mana o'zbek fotografiyasi deganda yalt etib ko'zingizga oldingizga keladigan bitta fotosurat qaysi fotosurat?
aynan o'zbek fotografiyasi degan. Juda qiyin. Qiyin savol, lekin men to'g'risini aytsam, lekin bu tarafini oladi degani bo'lmasin, dadamni bitta ishlari bor. Juda yaxshi ko'raman. Juda o'sha rasmni yaxshi ko'raman. Cho'lda bir bilmayman O'zbekistonda qaysidir cho'li. U cho'lda maktab ekzameni bo'lyapti. Ikkita boboy o'tiribdi. Eri qizcha shu maktabning formasida bantigi bor. Stolning ustiga shu gulam, etika, estetika hammasi joyida. Prosta arqa fon cho'l. Juda yoqadi-da o'sha menga rasm. Shu galeriyaga kirsam birinchi o'shanga qarayman. Shu keyin yana bitta rasmlari bor. Lesnitsa endi Zinapoya deyiladi endi. Narvon. Endi u eskida endi masjidning narvoni bunday kelgan. Bu yerda qiz o'ynab o'tiribdi tepada. Tepaga qiz o'ynab bir narsa qilyapti. Pastda qariya o'tib ketyapti bunda, oxirgi lesnitsada. U hayotning boshlanishi, bu tugashida. O'zlari menga shuni tushuntirib, birinchi o'sha tushuntirgan rasmlar o'shada, chunki faqat yodimga qolgan o'sha. Esda qolgan. Ha, falsafiy tomonlama yaxshi rasmda u. Shunaqa. Mana shu rasmlar. Qoyil. Xo'p, bo'lmasam ketma-ket anaqaga o'tiramiz. Kichkina spoiler bo'lsa ham, lekin mana bu yil Buxoroda sentyabr oyida bo'ladigan xalqaro Buxoro arxitektura biennalesida o'sha dastur, o'sha biennaleni dasturida sizni ko'rgazmangiz ham hisobga olingan, tartibga anaqaga kiritilgan rejaga, shu ko'rgazmaga tayyorgarlik haqida, mavzular haqida umuman endi aynan to'laligicha ochib bermasak ham, lekin mana ijodiy muhit uchun bir qanaqadir kichkinagina anaqa beradigan, bir turtki beradigan, ijodga undaydigan bir qiziq holatlarni o'rtoqlashsangiz. Men bu biennalega birinchidan qatnashayotganimdan xursandman. Shu taklif bilan chiqqanlaridan xursandman. Shu biennale sabab men juda ko'p ijodkorlar bilan tanishdim. Juda zo'r ishini ustalari. Demak, bu bo'layotgan tadbir kerakli, O'zbekiston uchun, Buxoro uchun kerakli tadbir bo'ladi. Juda O'zbekiston uchun kerakli deb o'ylayman. Bir Buxoro uchun emas, O'zbekiston uchun kerakli deb o'ylayman. Bu juda prestijli, xudo xohlasa o'sha ko'rgazma biennale bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Bu juda men baribir nimada ijodkor bilan ijodkor til bilan biz kelisha olmasak ham vizualni tushunasizlar. Ichkari falsafa bilan gaplashamiz-da. Juda men o'sha endi masalan bitta saudiyalik Ahmad Angaviy degani bor. Bu yog'och o'ymakor ustasi emasmi? O'sha juda biz u bilan keldik, biz aylanamiz, shu joylari yuribmiz, bu yerdan bu yerga aylanamiz. Keyin bilsam u juda bir mashhur juda mashhur ekan. Ustaxonasida bo'lganda hazillashib o'tiramiz Facebook va WhatsAppga. Keyin bilsam u katta ijodkor ekan. U ham men bilan yaqinlashdi, men ham u bilan yaqinlashdim-da. Bular xuddi как будто biz bir-birimizni 20 yildan beri bilib yuradigan qadrdonlardek. Keyin bilsam juda bir nima ekan. Juda ko'p shu bahonaga ijodkorlar bilan tanishdik. Bu yerda endi biennale bu hamma o'z ishini ustalari qatnashadi. Shahar ham ko'rkam bo'lyapti. Xudo xohlasa oxirigacha bo'lar. Xudo xohlasa. Ko'rgazma bo'yicha qanaqa kichkina anaqalarni ochiqla olasiz? Ko'rgazma bo'yicha men hozir nasib etsa mavzusini yoki bo'lmasam o'sha keng kamida-da, ya'ni разбитие сердца-da nima o'sha broken heart nima deyiladi? Men inglizchasini ham, ruschasini ham to'g'ri eslay olmayman, o'zbekchasini ham o'sha broken heart to'g'ri aytdi. O'sha nima parchalangan yuraklar mavzusida menga 9 ta ish berilgan, 9 ta. Demak, mavzu shunaqa, juda qiziq. Mavzu bo'yicha biz berishimiz kerak. U o'zimiz xohlagan narsa emas. Bular kelishda biz ijodiyni bilamiz, ko'rganmiz, biz xohlaymiz ana shu mavzuga bizga 9 ta ish bersang. Men hay dedim, keyin o'yladim. Biz endi bizga ular vaqt ko'p-ku. Qog'oz deb joyini o'sha bildim. Bir kun shu tushimga ko'rdimda bir narsani aka. Ko'rdim shu o'sha joyga shu betonda, shu g'isht emas, beton, seri betonga shu ishim pechat qilingan ekan betonga. Tushda ko'ryapsiz. Tushda ko'raman. Shu odamlar kelib qarsak chalyapti-da. Shunday turdim. Men turdim. Bitta yaxshi o'g'aynim bor, Buxorolik juda bir yaxshi usta, mashhur o'zbekistonlik mashhur keramikachi Abduvoy Buxoriy. Ular o'sha Venetsiya biennalelarida ishtirok etganlar. Ko'p balolarga qatnashganlar hamma joyga. Endi u kishi bilan juda ahilmiz.
ayollari bilan ham Dilnoza yanga bilan ham. Keyin men u kishiga taklif bilan chiqdim. Nima Abduvohid aka dedim. Men shunday tushimga ko'rdim. Nima deysiz? Davay dedilar, keramikadan qilamiz. Shuni o'zi shu keramikadan qilamiz. Biz eksperiment qildik u narsani boshqa xil printerlar bilan. Juda bir yaxshi chiqdi. Terlikda bunda 2 ta 3 ta qilib mozaikaga o'xshab xuddi. Bir marta qilinmagan ekan. U Dianaga topshirdik. Diana Campbellga, o'sha kuratorga. U Diana Campbell bu anaqani Buxoro Biennalesini kuratori. Unga juda yoqdi. U har bir prezentatsiyaga ko'rsatar ekan hammaga. Hamma ijodkor, men o'sha hamma ijodkorlar kelib, men tabriklaydi-ku, men seni nimani ko'rdim, juda yaxshi prezentatsiyaga ko'rdik. Shu. Endi shunday qilish niyatimiz bor. Endi o'zlari nima ulgurmasalar kerak, ayollari shu Dilnoza Karimova bilan qilamiz xudo xohlasa. Lekin xudo xohlasa hali nasib qilsa ko'rgazmada ko'rishsa, taassurotlarni alohida anaqaga qo'shimcha qo'shib qo'yamiz mana shu anaqani orqarigacha nasib etganingizda. Shu niyatim. Yaqinda Bekzod New yo'nalishdagi fotosessiyangizni e'lon qildingiz. Endi unaqa fotosessiyani ko'pchilik qilgan bo'lishi mumkin, lekin uni qilishni o'ziga bitta bir kuch topilsa, uni e'lon qilishga ham bitta katta mardlik talab qilinadi. Anaqa ijtimoiy tarmoqlarda. Xo'sh, reaksiyalar qanday bo'ldi? Reaksiyalar yaxshi reaksiyalar juda ko'p bo'ldi, og'ir reaksiyalar ham bo'ldi. Yaxshi reaksiyalar hali ijodkorlar tomonidanmi yo tomoshabinlarga faqatgina ko'z zavqi uchunmi? Ijodkorlar tomonidan ham juda ko'p ijodkorlar tomonidan ham oddiy o'sha do'stlarim, o'sha muxlislar tomonidan ham juda yaxshi nimalar bo'ldi. O'sha maqtov so'zlar, lekin ijodkorlar tomonidan ham og'ir gaplar ham bo'ldi. Endi chidaymiz. O'zim eksperiment qildim. Endi o'zim birinchi marta qildim. Haqiqatda ijodkorga xos bir tajriba, bir aytganingizda kerak. Izlanish bo'ldi, lekin o'zi umuman ijodkor sifatida o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qanaqadir o'sha bu masalalarda chegara bo'lish kerak emasmi ijodkorga? Yo'q. Men endi miyaga chegara qo'yishni ham ko'raman. Chegara qo'ydingiz, ijod buzildi deganda. Men o'sha harakat qildi, o'xshamasa yana qilamiz. Shu. Endi hamma narsaga butun bir chegarasi yo'q deb hamma ishni qilish kerak degani emas u. Imkon boricha o'sha qanaqadir kultura bilan, madaniyat bilan ko'rsatishni xohlayman-da, o'sha chegaradan o'tgan narsani. Fotografda bo'lishi lozim bo'lgan 3 ta muhim fazilat qaysi fazilatlar Bekzod? 3 ta men bilmayman, birinchisi hissiyot deb o'ylayman. His qilish bu juda kerak. His qilmasangiz hammasi bir teng. Chizanimasa qilmaslik kerak fotografiyada. Hissiyot обязательно kerak. Ikkinchisi nima? Shu stilda o'zini uslubi, vzгляdi bo'lishi kerak. Qarashi. Steve McCurry bunday oldi yoki Alex Webb bunday oldi deb borib ularday olish kerak emas. Kuzatish kerak, lekin o'zingniki bo'lish kerak-da baribir. Uchinchisi nima? Shu ikkinchisi qarash bo'lsa, uchinchisi bilmadim. Keling insoniy fazilatlardan qo'shaylik. Odamgarchilik. Va hamma vaqt odamgarchilikni tomonaman, shu uchun qiynalib yuraman aka. Aka rasmni ham zretelni ham bir fokusi bo'lishi kerak. Fokus qaysi ma'noda? Fotografiya bu juda falsafasi kuchli nimada? San'at turi. Bu san'at, bu o'q joyiga kelsa. Bu joyiga kelsa katta qurol bu. Masalan, men soyalar bilan ishlagan. Masalan, menga bor ayol bunday qilibdi, qo'ldan tovuq uchibdi, u yerga bola bunday xursand, tepadan mushuk kelibdi, soyalari bor-da. U oddiy rasm emas. Men u yerga mumkin boshqa xil biroz siyosiy gap aytmoqchi deraman-da u rasmga. Bu soyalar nimaga? Bu deganiki bu oila, oddiy oila, sodda oila. Lekin orqasiga o'sha soya qora insonlar bor. Kun bermaydigan o'sha joyni o'zida-da. O'sha shaxslar borki, kun bermaydi bunaqa insonlarga-da. Qora sharoiti zo'r bo'lmaganda ham. Men shu endi masalan Eron filmlarini juda yaxshi ko'raman. Men ko'raman, shu bilan bir hafta kino ko'rmayman, o'zi faqat shu nima panik atakalarga yuraman-da. Ruhiyatimga juda qattiq ta'sir qiladi. The Stoning of Soraya haqida ta'sir. Men oxirgi Bratya Leylani ko'rdim.
жизнь и один день deganini ko'rdim. Said Rustami degan rejissyor. Mendan bir 10 yosh katta. Kanskini olganman. Kanskini yaxshi ko'raman, faqat Kanskni ko'raman. Shu Brata Leylani ko'rdim. O'zimga aka bir hafta kela olmayman deb. Bir hafta. Men Eron kinolarini qanday ko'raman? Men u yerda shaxslarni aka davlatga qiyoslashtirib ko'raman. Men 3 xil ko'raman. Birinchi rejissyorni qanday, men birinchi operatorni ko'raman. Men operator qanday operatorlari ibi aka juda kuchli operatorlar. Ikkinchi men siyosatlashtirilgan nima yotib? Nima yotib? Oddiy uyni hayoti. Oddiy uyga bo'layotgan problema. Men u shaxslarni keyin davlat amaldorlari qilib ko'raman. Nima demoqchi bu rejissyor bu kinosi bilan deb. Ana o'sha keyin meni miyam olib ketadi aka. Nimaga u Kanskni berdi? Bu yerda butun dunyodan kinolar keladi. Shunaqa. Nimaga u aynan unga berishdi-da? U endi men juda o'sha yaxshi ko'raman o'sha Eron filmlarini. Men butun dunyoning filmlarini yaxshi ko'raman, lekin eng ko'p kuzatadiganim Eron filmlari. Operatorlari kuchli. Ko'p varsa, masalan, bitta kadr masalan esimga keldi. Qizni majburan uzatishyapti boshqa bir afg'on yigitga. Erondan Afg'onistonga ketish kerak. Shunda qiz uydagilar Qur'on olib chiqibdilar, eshikni yoniga o'tirishibdilar. U operator o'sha qiz bilan ishlayapti. U mashina ichiga kiradi, mashina ichidan endi kuzatishyapti. Uzoqlashyapti. O'l boshidan bunda mashina orqa kirayotgan payt yorug'lik oilaga tushadi. Ular oila endi Qur'on bilan ishlayapti-ku. Keyin ichkaridan ikkinchi kadr oiladan uzoqlashib ketdi. Shu kadrning o'zi aka menga qancha u yerda nima berdi endi kinoni o'zini ko'rsangiz boshqa hissiyot beradi. Biz fazilatlar haqida gaplashdik. O'rta endi fotografda bo'lish kerak bo'lmagan 3 ta xislat qaysi xislat? Bo'lmaslik. Men qo'pol bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Grubi bo'lmaslik kerak. Qo'pol bo'lish kerak emas, ha. Nima? Bu uyat bo'lmasligi kerak ekan deb o'ylayman. Tortinchoq bo'lish kerak emas. Ko'p eshitaman fotograflarda, men qo'rqaman, xijolat qilaman, aytolmayman. O'ldirmaydi-da sizni, men qilsangiz ham. Shu peshonangizga yozilgan bo'ladi-da, o'sha yerga o'lish yozilgan bo'lsa, o'sha yerga o'lasiz. O'ldirmaydi. Borish kerak-da. Masalan, kecha shu Chorsuga ham boryapman. Shu men shunday o'lamanki, işte u odamga umuman e'tibor bermayman. Men xayolimga yo'qki, işte u menga kelib birov napadeniya qiladi-da. Men bo'lsam va kelsa ham men bilamanki, unga atvet qilib bilaman. Men fotografman, o'zim uchun oldim. Xohlasang ana udalit qilaman, deyman. Javob qo'pollikka borsa. Men agar siz qanchalik o'ylasangiz, o'zi u menga gapiradi deb. U baribir gapiradi-da sizga. Xuddi haligidek so'rab olasiz. Shu so'ramasdan olish kerak. Qo'pol men bosib ketaman. Shu oldimga o'tiribmi, chaq yuzigacha aytaman-da ba'ziga. Nima qilyapsan deydi, kim nimasi desa, men fotografman. Udalit qil, ukajon deydi yoki u bilish kerak-da undan. Birinchisi qo'pollik bo'ldi, yanachi qo'rqmaslik, ikkinchisi bo'ldi, uchinchisi shu deyman, tortinchoqlikmi deyman-da. O'sha tortinchoqlik nima ana bu erinchoqlik, dangasalik. Ertaga borarman. Bu hammaga bor, bu menga ham bor xislatda. Shuni ijodkorga xos narsa-da. Nima qilish, yutish qiyin-da shu narsani. Biz bu Buxoroga masalan men Zilola apayamda masalan, o'sha Nuriddin aka ustozim, juda bir yaxshi ko'rgan ustozlarimdan biri. Men 3 ta ustozim bor deyman-da. Bu kishi endi otam Shavkat Boltayev, Nuriddin Jo'rayev, keyin Zilola Saidova. Shu uchalamiz ham lintaydamiz. Uchalamiz ham lintay edik. Dadam ham Xudo rahmatlik shunday dedilar. Qani, hozir lintakmisiz yo oldin ko'proq lintak bo'lgansiz? Oldin ko'proq lintay edim, hozir ozgina mas'uliyatli. Qani, siz Zilola haqida ko'p gapirdingiz va ko'p to'lqinlanib gapiryapsiz. Bizning podkastimizga ko'ndirib bersangiz-chi, xuddi sizni o'rtoqlaringiz sizni fotosessiyaga ko'ndirib bergandek-chi. Men ularga aytdim, men dedim, kelinglar dedim, uchalamiz boramiz. Bu ham zo'r fikr. Men dedim, kelinglar uchalamiz sizlar ham gapiringlar. Yo, sen ham bizni o'rnimizdan sen gapirib kel, Bekzodsan, Nuriddin aka ko'ndirib berishga va'da bering. Da, обязательно. U kishini ko'ndiradi. U kishi rasmga tushishni o'zlari yomon ko'radilar, videoga tushishni. Lekinchi bu yerda bizada bilsangiz o'rta maqsad tijoriy emas. Da. Bu hech qanaqa reklama ham ketmaydi.
hech qanaqa bir tijoriy maqsad qilinmagan. Maqsad o'sha bor, hozir biza bilan bir havoda, bir shaharda, bir makonda yashayotgan ijodkor do'stlarimizni ishlarini xuddi bir elektron ensiklopediya ko'rinishida bir muhrlab qo'yish, ularning o'y qarashlari, fikrlari, toki shu sohaga qiziqayotgan odam O'zbekistonning istalgan burchagidan, nafaqat O'zbekiston, dunyoning istalgan burchagidan shu ijodkor haqida birlamchi bosh bir anaqalarni ma'lumotlarni, o'y qarashlari haqida tanishishga bir imkon bo'lsin. Xuddi bir kartotekada Bekzodning profili, masalan ustozlarning profili turganda shu narsani tashkillashtirishda maqsad. Chunki hammada ham to'g'ridan to'g'ri ochiq muloqotga chiqishga xuddi siz aytgandek qaysidir hayajoni, qo'rquvi vaholanki agar u qo'rquvini yutib sizga qila olgan taqdirda ham sizni vaqtingiz boshqa sharoitlar bo'ladi. Lekin bu imkoniyat orqali, podkast orqali hamma nima deydi, tajribalar, yutuqlar, imkoniyatlar, o'y qarashlar bitta o'rtaga tashlanadi va ijodga qiziqqan, aynan shu odam ijodiga qiziqqan odam istalgan vaqtda ochib ko'rib olishga imkoniyat bor. Shu jihatdan ham bu yerda bir hech qanaqa o'shani videoga tushish yoqtirmaslik, suratga tushish yoqtirmaslik, hammasini unutib turib faqat ijod haqida gaplashadigan bir makon, bir sahna ekanligini tushuntirib beringiz Zilol opaga. O'zimiz kammiz aka. Yashang. Shu dunyo bo'yicha olsangizda biz juda kam men ijodiy fotograflarni demoqchiman-da, biz juda kammiz. Biz to aktiv emasmizda, biz bo'linganmiz, biz chastmiz ba'zida. Endi shunaqa endi siz bilsangiz kerak, biz chast. Bunisi bilan kelishmaydi, bunisi bilan kelishmaydi. Bu juda yomon narsa. Biz birlashishimiz kerak. Ayniqsa o'zi ayrim katta pokoleniyalar bor, yoshlarni qabul qilmaydi. Yashay. Ana bu juda alohida mavzu, lekin menga ham juda og'riqli bu mavzu. Juda noto'g'ri. Ular naborot atalqib yamonlashni boshlaydi. Sen yoshing katta, sen bularga o'rgatsan o'zi butun ben bugun Viktor ani uylariga bordim. Menga baza tashyaptilar-da. Bekzod, sen bunday bo'lishing kerak, sen unday bo'lishing kerak, ana buni eslashing, ana bunday qilishing. G'ayrat, shijoatda hali o'rnaklarda bizagacha. U kishi energiyalarini ko'p, mana o'yin yoshga teng kelmaydi. Bu jismoniy quvvatda qilib yurgan ishlarini biz hali kuch-quvvatga to'lgan paytda qoyillatib topganimiz yo'q-da. Juda zo'r baza qilgan u kishilar. Umrlar ziyoda bo'lsin ustozi. Xo'p, savollarimizga davom etamiz. Markazga intilish ko'p ijodkorlarga xos xususiyat. Bekzod Boltayev nega Toshkentga intilmaydi? Men endi Buxoroga yashab o'sganman, o'sha joyim menga hamma atrofimdagi insonlar bilan yaqinman. O'zi biz Buxoro shahri kichik, hamma bilan yaxshi, hamma bilan taniyman. Unda bir oila. Bu yaxshi narsa-da. Ertalab eshigingizdan chiqasiz, ha, Bekzod yaxshimisan bacham? Bekzod yaxshimisan? Ishing bo'lyaptimi? Rasm olyapsanmi? Uydagilar tinchmi? Bu zo'r. Sizni atrofingizdagi odamlar sizni hurmat qilishi, shu sizdan nimadir ijod bitta umumiy sotsium bo'lib yashash. Ha, nimadir ijoding bo'lyaptimi? Aslida endi ijodda bo'ladi. Insonlar bor, mana unaqa uyga ham chaqiradi, bacham shu gostinsa qildi, mana uyimning rasmini olib ber. Men deyman, обязательно bez problem olib beraman sizga. Hammasini olib beraman-da. Endi o'zimni yurtim, o'zimizni odamlar hamma bilan bag'ri keng. Men nimaga shunday joyni, shunday muhitni tashlab, bu yerni yomon demoqchi emasman. Albatta. Bu yer ham juda meni tanishlarim, do'stlarim bor. Endi bu deyman, o'zimni endi atrofimdagi odamlarga hurmatsizlik bo'ladimi deb o'ylayman-da. Endi men joyimga hozircha Xudoga shukr yaxshi. Lekin endi ijodiy tomonlama, lekin dunyoga chiqish niyatim bor. Xudo xohlasa. Qarang, Buxoro fotografiya maktabi nima uchun yaqqol ajralib turadi o'zbek fotografiyasida? Bilmayman, shu Buxoro aka, men sizga qanday tushuntirsam ekan. Shu gap bilan shu narsani tushuntirib bilmayman-da. Shu energiya deyman-ku, energiya degan so'z u narsaga undan ham baland gap topishim kerak-da. Shu nimadir bor, o'sha sizga madad bo'lib o'tiradi-da, shu ichingizga, shu chunki bir emas-da, tasodifiy emas-da, bir qancha yaxshi ijodkorlar bor-da. Bahovuddinlar, Ibn Sinolardan boshlab, masalan, qancha, hozirgacha qancha ijodkorlar bor-da. Bor, nimasidir bor aka, men uni so'z bilan ayta olmayman. Shu topsam, keyingi intervyularga aytsam kerak. Shu shaharni o'zi sizni shu madadlab, qo'llab-quvvatlaydi-da. U endi energiyasi desak ham bo'ladi, energiyadan endi kattaroq gap topishim kerak. Tushunarli. Ustozlar haqida gaplashaylik. Birpas ustozlaringiz haqida. Ustozlarim qisman bo'lsa ham, endi kimnidir nomi chiqmasa uzr so'rayman. Otang haqida gapir. Otang haqida gapir deyiladi. Otam haqida gaplashsam juda, endi men qanday aytsam, biz
aytdimku biz ichkaridan gapirganmizda u kishi bilan ichkaridan oxirgi shu vafot etishlaridan oldin bir o'sha как раз mana shu aytgan gap rasmimni aytdim o'sha qush uchyapti o'sha nima mushuk uchyapti o'sha rasmini oldimu dadamni yonlariga keldim dada bugun bitta rasm oldim shu yuragim jiz qildi dedim ko'rsatmoqchi edim u kishi qaramasdan nima deyapti Begzod sen oyog'ing bilan olsang ham yaxshi bo'lasan bu endi bir umr esimdan chiqmasa kerak bu umrim davomida eng bir u kishidan yaxshi gap eshitganim shuda sen oyog'ingga olsang ham yaxshi olasan dedilarda tamom rasmni olib ko'rmasdan bu endi menga eng yaxshi kompliment bir duo deydi xuddi yo'l ochiq deganda tamom men juda bir nima qilamanki his qilamanki hozir mana yaxshi o'sha bir уже выставкalarim bo'lishni boshladi konkurslarni yutishni boshladim qanaqadir выставкalar personalni bo'ldi bizga ko'p joylarga taklif qilishni boshladi u kishi vafot etganlaridan keyin bo'ldida bu ko'pisi endi u kishidan oldin ham bo'lgandi bu kishidan keyin endi juda yaxshi bo'ldi man shu ko'rolmaganlari menga qattiq botadida hozir ozgina shu lekin u kishi bilan biz juda bir yaxshi nima ichkaridan juda yaxshi gapirardik tushunarli yana kimlarni ustoz safida sana olasiz ismlarini Nuriddin Jo'rayev ustozim u kishi menga texnik tomonlarni juda o'rgatadi Begzoddan ana bu diafragma man haligacha uni tushunmayman diafragmani nimaligini lekin man ham ijodga kirib kelganimda 5 yildan keyin tushunishni boshlaganman u kishi menga tushuntiradi lekin Nuriddin aka tushuntirgan narsalar haligacha esimga qoladida Begzod ana bu ISO ana bu diafragma buni bunday qilsang bu yorug' bo'ladi ana buni bunday qilsang endi u kishi plyonочный fotoapparatga menga ko'rsatardi ko'pincha o'shani o'sha kishi texnik tomonlarini menga juda ko'p o'rgatganlar keyin yoshligimdan shu meni faqat qo'llab-quvvatlab Begzod san zo'r bo'lasan bacham san zo'r bo'lasan shunaqa qilib faqat поддержка Zilola opa esa Saidova u kishi faqat mana shu ko'rgazmalarga nima qilardilar ijodiy yo'naltirib ijodiy Begzod ana bu konkurs bo'libdi Fransiyada Begzod ana Ispaniyaga bo'libdi ana bu Amerikada bo'libdi bu ham zo'r daldada ijodkor uchun o'sha nima deydi pilla poyalarda anaqa atay-checha yurayotganingizda o'sha yo'naltirib yuborishga sizni hali motivatsiyangizni ishga bo'lgan zavqingizni oshirishga juda muhim yo'lda bilim agar tasavvur qiling masalan Zilola opani funksiyasi bo'lmaganda shuni demoqchi edimda 3 ta shaxs 3 xil menga nima qilyapti endi otamni genetический deylik bu kishi texnik yordam beryaptilar endi bu kishi ijodiy yo'naltirib juda o'sha kishi nima qilgan payt konkurslarga o'tganmiz ko'pisini o'tganmiz bir ham bor ikki ham bor uch ham bor bu yerda faqat biz oxirgi yerini olamiz bu yerda birini olamiz yo menga qanday men kino sohasida juda qiynalganman man New York film akademiyasiga borganman menga kitobni sovg'a qilgan men o'yladimki ketdim dalshi kino sohasigacha boraman deb ammo filmlar olib yurardim bitta rus qizi keldi bu yerga художницада endi O'zbekistonga keldi u выставка qildi bu yerga menga endi do'st bo'ldik menga dedi mana shu bitta videoga ol выставкani menga bitta rolik qilib ber men endi Rossiya bo'lsam eslayman mana bir yaqin do'stim bor u kishi yoshlari katta bir 40 ga u kishini gaz 64 mashinalari bor eski kabrioletda endi biz mahalliy bozorga u nimani olgan bitta buvini rasmini chizgan men keldim biz O'zbekistonni ko'rsataylik bozorni ko'rsatay koloritni ko'rsatmoqchimanda men shtativni ko'taryapman video olishni boshlayapman syomka qilyapmiz u yerda savdo sotiq bo'lyapti u oxirida uchastkovoy turibdi ushladi bizani ushladi dediki nimani videoga olyapsizlar men tushuntirdim men dedimki ana bu rus qizi художница keldi выставка qilyapti shu hammasini tushuntirdim san bilasanmi debdi bu bozorga nima video olish mumkin emas no foto no video no foto no video men dedimki nimaga vay deyapman nimaga mumkin emas deyapman bu yerda yozilmagan bu UVD emas aeroport emas deyapman bu vokzal emas shunaqa u keyin bu do'stim bu o'sha akam endi yoshlari kattada bu kishi chiqasan dedilar nima deysan bu yoshlarga ijod qilsin qo'y endi o'zida sport qildilarda Jo'rayev yo'q Jo'rayev emas Jamshid bu kishini ismi Jamshid do'stim yoshlari katta o'sha bu kishini mashinalari bilan mashinani egasi bizlarni kameralarimizni etib ketdik gomga qarabda biz militsiyalar nimalar bo'lib ketyapti yura shu bitta o'sha gap qaytarganigada o'sha bir gap qaytarganiga keyin oxiri dadamga shunday topshirdim dedim bu yerda dedim kino bilan shug'ullanaman shu darajaga ruhiyatim qattiq tegdiki endi bu yerda dedim уже nima bilan shug'ullanmayman so'nggi savol aynan bu mavzu bo'yicha afsuslanmaysizmi
Afsuslanaman aka. Qaroringizdan. Afsuslanaman. Qarordan afsuslanaman. Hozirga afsuslanaman. Shuni aytmoqchiman. Endi tiklash niyatim bor, Xudo xohlasa. Baribir endi ichimga men shu kiyim nima proyektlarni tushlarimgacha kadr ko'rardim men aka. Internetdan kelgan savolimiz Xolida Musulmon birinchi bo'lib so'ragan. Do'stingiz, hamkasbingiz. Fotograf uchun ijodiy xarakter qanchalik muhim? Ijodiy xarakter qanday tushunsa bo'ladi? Endi masalan deylik ijodiy xarakter bor-ku, yo'q qaysarlik, yoki saxiylik, yoki qattiqqo'llik, mayli-da, endi xarakter o'ziga xos xarakter. Yoki xaraktersiz bo'lib hamma holatda hamma narsaga moslashib ketish kerakmi? Shu ijodiy xarakter deganda sal balans bo'lishi kerak deb o'ylayman-da, shu bo'layotgan voqeani olayotgan nimani olishingizdan bog'liqda u. Masalan, street fotografiya o'zini yumshoqroq bo'lishingiz kerak deb o'ylayman. Yo'nalishingizga qarab. Yo'nalishga qarab. Endi to'y nimalarga endi bilmayman qanday. To'yga men qo'pol bo'lmasangiz bo'lmaydi. Nimaki bunisi keladi, mana ol, bunisi keladi, mana ol, mana rasmga oling. Sal deyman balans kerak baribir. Ijodga eng yumshoqroq bo'lish kerak. Nimaki baribir siz birovni olyapsizda rasmga, siz birovni rasmga olasiz. U yerda haq-huquqiga ega. Balki u xudo qilmasin birov zayavka bersa, tamom. Shtraf to'lashlaringiz mumkin. To'y ana bu tijoriy narsalarga siz u yerda уже liderroq bo'lasiz. O'ylayman bu yerda sal qo'polroq bo'lish kerak. Ana bu to'y. Nimaki ko'p men to'ylarga borganman. Endi men o'zimcha rasm olaman, o'zim uchun olmoqchi bo'laman. Kel meni rasmga ol, kel meni rasmga ol, mana oling, mana oling. Ular tijoriy qaraydi insonlar. Bekzod Boltayev kimning ijodini tan oladi deb so'ragan. Xolidaning bu ikkinchi savoli. Kimning ijodini tan olaman? Men hammaning ijodini tan olaman. Men bir tanqid yoki men buni ijodini ko'rmayman deb bunaqa bir nafrat bilan qaraydigan odam emas. Hammaning ijodini qabul qilaman. Qora ro'yxat yo'q Bekzod. Qora ro'yxat yo'q. Bekzod Boltayev. Hammani yaxshi qabul qilaman, kuzataman men. Hammaga vejliman. Juda ham yaxshi. Xo'p, Qashqar degan userdan kelyapti. Yaqindan beri kuzatyapman. Sizni ajoyib, lekin kitob o'qimasligingiz seziladi qandaydir. Badiiy adabiyot o'qib turasizmi? Oxirgi marta qaysi kitobni o'qigansiz? Agar o'qigan bo'lsangiz, nimasi sizda esda qolgan, ta'sir qilgan? Kitob o'qimasligim bu aniq. Juda kitob o'qimayman desam bo'ladi, buni tan olish kerak. Bu meni kamchiligim yoki otaman faqat urushardi, seni kamchiligim o'qimasligim. Demakki, hozirgi fotografiyaga kelsak, o'qish juda zarur. Demakki, ilgari u fotografiyani ko'rsatib, bu qush, bu tabiat deb qo'ysangiz, odamlar qabul qilgan. Hozir siz qanaqadir proyekt bilan, meni faqat otam shu narsaga urushardilarki, senda rasmlaring yaxshi, yo'nalishing bu. Bu degani emaski, sen yaxshi fotograf. Sen yaxshi fotograf bo'lish uchun qanaqadir mavzular ustiga ishlashing kerak. Sen borasan, ana men masalan lo'lilarni olaman, yahudiylarni olaman. Masalan, u kishining mavzulari edi-da. Mana topganman shu yo'nalish bo'yicha meni izlab kelishadi odamlar, o'sha organizatsiyalar shu aslında shu yo'nalishga mavzu bo'yicha. Lo'lilar deganda, yahudiylar deganda O'zbekistonga faqat bu kishi kelardi-da ko'zlarga. Shavkat Boltayev derdi. Sen ham topishing kerak. Dunyo hozir shuni qabul qiladi. Tamam. Aslida yozishing kerak keyin. Men bugun ana buni oldim, ana bu jo'glarni oldim. Bu lo'lib shunday qilar ekan, bu baklashga sotar ekan, bu soch pati terar ekan. Bu ana shunday qiziq storytellingda hozir shunaqa zamon. Storytelling aytish kerak shu. Story aytishingiz kerak qanaqadir. Mumkin rasm sizga qanaqadir oddiy bo'lishi ham mumkin, lekin konsepsiya u yerda chuqurroq bo'lsa, sizni suratingizga qo'shimcha bir qiymat berishi mumkin. Shu menga yoqmaydi, lekin zamon talab shu ekanda. Hozir. Menga nabarod rasm gapirsin deyman-da. Menga Jon Temir Jondorning gapi bor, siz ichingizda shoir deydi-da. Siz shoirsiz deydi. Endi bu qaysi ma'no ijodkor, bu bizni bitta xatoyimiz bu narsaga mumkin men ham kirarman. Biz ko'p shu potensial qanaqadir nimalarimizga ko'p yopishib olamizda, ana bu hissiyotlarimizga, qanaqadir ilohiy narsalarga ko'p o'zimizni nima qilamiz? Yopishamiz. Tipa qanday tushuntirsam sizga? Ko'p ilohga o'zimizni berib tashlaymiz. Ana o'shni qarashga xohlamaymiz. Ilmiy tomonlama.
Nimaga Yevropa, Amerikalar bizdan kuchli? Demak, ular ilmiy qaraydi. Mumkin ularga bizanaqadir qanaqadir rasm olish qobiliyati yo'qdir. Lekin ularga ilmiy bilim, u kishi aytganda, savollarga ilmiy bilim o'sha ustun, o'qigan nimagaki. Hozirga shuni yo'lga qo'yish niyatim bor, o'qish niyatim bor. Aha, keyin yana bir userimizdan savol kelgan, lekin anaqa ochig'ini aytsam, user nomi talaffuzga qiyin ekan, lekin savolni o'zini o'qiymiz. O'zbekistonda fotograflar uchun senzura bor deb o'ylaysizmi? Bor. Senzura juda bor. Men masalan yaqinda bo'lgan Toshkentga keldim, birinchi kun. Ekobog'ga, nimalarga bordim, o'sha park bordim. Kirdim, bir ikkita o'sha Eiffelni nimasini qo'yishgan ekan. O'sha maketini. Keyin u yerda kacheli kolso. Nima aylanibdi qizcha. O'sha yerda rasm bo'ldim. U xuddi bir Eiffeldan aylanayotgandek rasm chiqdi. Eiffelning ustiga xuddi bir kachalar qilinayotganda shunaqa rasm chiqdi. Oldin xursandman, bitta yaxshi kadr qildim deb. Men o'z parklarga ko'p rasm olmayman. Ikkitasi keldi-ku. Siz professional fotoapparat bilan bu yerda to'lashingiz kerak, nima qilishingiz kerak. Men o'zim uchun olyapman, bu biron zakaz nima emas, bir manfaat uchun emas. Yo'q, bu professional bilan rasm olish bu yerda pul to'ladi. Bu birinchisi oddiy, lekin juda to'siq, lekin senzura emas. Senzura nima degani? Senzura bu endi hali ko'proq bir hali g'oyaviy to'siqlarda. Ha, g'oyaviy to'siqmi? Ha, g'oyaviy to'siq. Mana mavzuda ijod qilma deganda-da. Va g'oyaviy to'siqlar endi bir siyosiy tomonlama endi naqadar bu kuchiga bilmayman, lekin xalq tomonidan bu shunaqa senzuralar borki, yomon joyini, yiqilgan joyini ko'rsatma, nima singan joyini ko'rsatma, nimaga bu axlatni ko'rsatyapsan. Shunaqa. Nimaga oddiy odam ahvolini ko'rsatyapsan? U o'zi milliy kiyimda, eski milliy kiyimda. Nimaga buni eski kiyimga ko'rsatyapsan? Bu urf odating, bu o'zingning millatingni o'sha ramzi birinchisidan. Ikkinchisidan hayotda bir rostakasim bo'lagi. Ha, u ikkinchisidan tarix o'zi to'kilyapti. Biz biron kishini oyog'i bilan urib sindirmagan. Shunisi bilan chiroyli-da bu narsalar. Tagini olsak. Shunaqa. Uchinchidan u biz uni urib sindirmaganmiz-ku, o'sha endi bir ijodkor o'zini qarashi bilan qaraydi-da bu narsalarda. Murod Yusuf fotografiya savol yo'llaganlar. Agar fotografiya bo'lmasa, qaysi kasb Bekzod uchun eng munosib tanlov bo'lgan bo'ladi? Bironta kasb, aka, bironta ish qo'limdan kelmaydi. Qo'lim tepaga o'tiribdi, bironta shuni o'ylay, bir futbolga borganman, futbolist bo'laman deganda futbolist ham bo'lmadim. Ba'zida juda o'zim shu narsani o'zimga ko'p savol beraman. Men deyman, nega futbol fotografiyasi bo'yicha ketmadingiz? Ha, futbol yo'q, va sportni manga emas, men sportni ola olmayman, u juda tez bo'lish kerak. Shunaqa. Oson emas. Men ko'p o'zim savollar bilan qiynayman, shu bittasi shuda. Ba'zida o'ylayman, men o'zi normalniy fotografmi deyman. O'zim fotografmi deyman. Shu jamon o'zim kontroldan chiqaman-da, ba'zida shunaqa voqealar bo'ladi. O'rtoqlar, Bekzod Boltayev fotografmi yo'qmi? Izohlarda yozinglar. Balansni juda yo'qotaman. Javob topadi. Men deyman, o'zi fotografman. Men o'zim yaxshi fotografman. Keyin boyra shunaqa bir vaqt bo'ladiki, men deyman, yaxshi fotograf deyman. Ichimda endi har xil voqea bo'ladi, lekin ruhiy tushish bo'ladi. Men keling, men fotograf bo'lmasam kim bo'lardim degan savollarni beraman. Hech narsa. Ijod bir chizish ham qo'limda kelmaydi, lekin ichimga shunaqa rassomman aka, shunaqa narsalar chizaman, lekin balki vaqt kerakdir. Mumkin. Xudo xohlasa. Qaysi fotosuratingiz bilan faxrlanasiz? Birontasi bilan faxrlanmayman, lekin hurmat qilaman hammasini. Bironta fotografiyam bilan ana bu ishim zo'r, bunaqa ishim zo'r deb biron kishiga ko'rsatmaganman. Hali eng ko'ngilga yaqin saralamalar yo'q, hammasi bir. Lekin hammasini hurmat qilaman. Hammasiga mehnatim, bilimim ketgan, qaysi ma'noga shu o'ylagan. Siz hayotda ko'rganingizni, o'qiganingizni, endi o'qigan desam, u kishi keyin aytishlari mumkin, bu kitob o'qiganman endi yoshlikda. Endi tajribada ko'rganlaringizdan kelib chiqqan, ichki hissiyotlaringizdan chiqqan holda berasizlar bu narsalarni. Shunaqa, to'g'ri. Kamerani bo'z, hammasi oddiylikdan emas-ku. Siz uchun brak fotografiya qanday fotografiya yoki xato fotografiya qaysi fotografiya? Men uchun brak fotografiya zo'r savol berdingiz. Shu eng yaxshi fotografiyamda, shu plyonkaga qilingan fotografiya. Yaxshi foto, shu endi men bilmaganman, birinchi, ikkinchi kadrlari nima bo'lar ekanda, endi brak bo'lar ekan. Men ayamasdan shu bitta zo'r joyga tushganman, birta bosganman, uni qarasam o'sha yarmi yo'qdi o'sha kadrni. Plyonkada. Dedim, ketdi bu.
lekin brak fotografiya men uchun endi men uchun o'sha bitta shu voqea bo'ldi, juda yaxshi fotografiyam brak chiqdi. Bu endi voqea sifati, lekin o'zi umuman xato fotografiya siz uchun qaysi fotografiya xato fotografiya hisoblanadi? Kompozitsiyasi noto'g'ri bo'lgan fotografiya xato fotografiya hisoblanadi. Kompozitsiyani faqat kompozitsiyaga qarayman, 4 ta qirasiga qaraymanda, shu chiqmaganmi, chiqqan, hammasi silikon bo'lishi kerak. Endi men uchun o'lchovingizda o'z-o'zidan siz bilan suhbat qilyapmiz va sizni fikringiz bizga. Men o'ylaymanki, kompozitsiya o'sha 4 ta nimani qirrani ichiga bo'lsin, o'sha siz o'ylayotgan hamma voqeani o'sha 4 ta qirrani ichiga ko'rsatishingiz kerak deb o'ylayman. O'sha egri bo'lmasin. Endi kimdirga egri ham yoqadi endi. O'zini nimasidan bog'liq insonni qarashiga. Qarashida. Masalan, it ko'rsatibsizmi, odam ko'rsatibsiz, o'sha odamning yarim kallasi yo'q yoki minorning yarim kallasi, uchi yo'q, qirrasi yo'q. Ana shunlarni demak. Xato deb hisoblaysiz. Tushunarli. Post production bilan do'stmisiz, dushmanmisiz? Yo'q, u bilan dushmanman. U bilan dushman. Men faqat kontrast bilan do'stman, ekspozitsiya bilan do'stman. O'zga o'sha nimalar bilan ishlayman. Tushunarli. Bugungi kunda qanaqa rejalar bilan yashayapsiz? Shu binalidan tezroq shu binalini topshiradi. Shu rejam aka shu. Bosh og'riq ekan. Men o'tiribdi, to'g'ri yuk bo'lib o'tiribdi, mas'uliyati. Men o'sha bronz foto sessiya olsam ham kechasi yotmayman-da, qanday chiqadi deb o'ylayman-da. Mas'uliyatda unga yo'qadim. Men ilgari lekin ko'p o'ylardim. Ilgari hozir sal bosildim. Yoki ilgari o'ylardimki, men unga yo'qish kerak-da. Men hozir o'ylaymanki, menga yo'qsa bo'ldi, unga yo'qish shart emas. Lekin juda bir zo'r anaqa chalkash hissiyotlar. Mani stilimni rasqam boshdan aytaman. Mana bu mani stilim, ana bu yo'nalishim. Ana shu yo'qsa yo'qadi. Undan ziyodini qila olmayman senga deyman. Ana bu retush mendan so'rama deyman. Ana shu. Lekin juda ham chalkash his tuyg'ular. Hozir men savol beryapman, o'zim ham nima javob berardim deb hali anaqa o'ylanib qolyapman-da. Keyin blitz savollarga o'tamiz. Tez-tez ko'p vaqtni olmaydigan savollar. Fotografiya deganda xayolga keladigan birinchi so'z hissiyot. Bekzod uchun mukammal surat bu qanday surat? Bo'lmagan surat, olinmagan surat. Mukammal surat. Rangli surat yoki oq-qora surat? Ikkalasi ham. Yo, bittasini tanlashimiz kerak-da, bu blitz. Endi ba'zida bo'ladi rang qora. O'z-o'zidan, lekin mana bittasini tanlash kerak bo'lsa. Jigar rang. Ilhom qayerdan keladi? Xudodan. Xo'sh. Pul ilhomni chaqiradimi? Ba'zida mumkin kimlardir. Tushunarli. Suratga olish rejali jarayonmi yo kutilmagan jarayonmi? Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Kimgadir rejali, kimgadir kutilmagan. Endi kutilmagani siz uchun. Men uchun kutilmagani yaxshiroq. Xo'p, badiiy fotografiya ijodkoriga nima muhim? Ob-havo yoki odamlarning kayfiyati? Ikkalasi ham. Men soyalar bilan o'ynashni yaxshi ko'raman. Menga yo'q, o'shaning uchun men bu blitz quyosh tez berish kerak va ana bittasini quyosh muhim aka. Ob-havo muhim demak. Tushunarli. Chunki odamni любой moment topishi mumkin-da yarat. Tushunarli. Lekin odam bo'lmasa-chi o'sha yerda? Soyani qayerdan chiqarasiz? Olib kelaman, pul berib. Yaxshi. Shu kungacha suratga tushirgan joylaringizdan ko'nglingizda chuqur joy olgan manzil qaysi? Bobken tumani shu Kubarov buvini olganman-da. Shu 15 yil shu kishini rasmga olganman. Shu joyni juda yaxshi ko'raman. Shu buvi uchun yaxshi ko'raman. Shu ko'p ujatishni rasmlarim o'sha edi. Uylar hali qolganmi? Muzey bo'lib qoladimi? Biz ham borishimiz kerak ekan yo'lmasamchi. Kelinglar. Agar faqat bittasini umrbod tanlash kerak bo'lsa, qay birini tanlagan bo'lardingiz? Shirokouгольный obyektiv yoki zoom obyektiv? Men telefonni tanlagan bo'lardim. Ikkalovi bor. Menga telefonga qulaychi, fotoapparatga olguncha. Xo'p. Eng fotogenishli fasl qaysi? Bahor bo'lsa kerak. O'zbekistondagi qaysi voqelik, qaysi madaniy bir hodisa aynan Bekzod Boltayev tarixda qolishini xohlaysiz? Mana otangiz ijodi haqida aytdingiz, o'sha yahudiylarning hayoti yoki bo'lsa lo'lilarning hayoti degan anaqani o'sha aynan otangizni ijodlari bilan chambarchas bog'liqligi haqida gapirdingiz. Aynan siz o'zingiz ijodingizni qaysi voqeliklarga bog'lash? Izlanishdaman aka. Hali topmadim. Men masalan lo'lilarning hayotini prosta bir otamni bir ishni davom ettirish uchun ham olmayman. Prosta o'zim uchun boraman, qiziq bo'lgani uchun. Men o'zim
sen nima proyekt ustiga ishlayapsan desa, men hech qachon unga aytmaymanki, lo'llar ustiga ishlayapman yoki yahudiylar. Demak, bu meni proyektim emas. Men xohlamayman ham birovni, sen bo'lgan proyektni ustiga ishlashni ham ko'raman. Men xohlamanki, o'zim izlanay, topay, keyin men aytaman. Men deymanki, ana shu voqea bilan qolmoqchiman tarixga. Siz uchun muhimmi hissiyotmi, kompozitsiyami? Hissiyot aka, hissiyot. Kompozitsiya. Qiynaydigani ham hissiyot. Eng katta orzungiz? Shu dunyoga qolish, nom qoldirish. Aynan foto bo'yicha juda ham oliy, eng oliy maqsad. Lekin bir narsani yodda tutishlarini xohlayman. Bu qanaqadir Magnum yoki National Geographic, Getty Image qanaqadir organizatsiyalar bor-ku, yoki konkurslar, festival mayli, konkurslar, festivallar. Sen u nimalarga a'zo bo'lmasliging, masalan, sen hayoting davomida mumkin sen a'zo bo'lmaysan bu tashkilotlarga. Hisobda turmasliging, turmaysan yoki qaysidir konkursni yutmaysan, bu degani emaski sen yomon fotograf. U festival festivkalar ham o'zlarining o'sha jurnallarning o'zini qarashi bo'yicha ular baholaydi. Bu degani saniki ular bilan to'g'ri kelmadi. Kelmas. U sen yomon fotograf deganing emas. To'g'ri. Shu. Xo'p, endi Bekzod, an'anaviy savollarimizdan o'tamiz. Va bu o'sha eng oxirgi savol bo'ladi. Kelgusi sonlarda siz o'tirgan kursida qaysi ijodkor o'tirsa, sizga podkastimizni ko'rish juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Men xohlardim hammani chaqiring. Kim fotograf bor, hammani chaqiring, kelsin shu stolga o'tirsin, gapirsin. Men xohlayman ki nimaki hammani o'sha siz aytganday muhrlab qolish kerak. O'sha Viktor Anlar keladimi? Ko'p kishidan oldingiz ham. Men birinchi o'ringa shu Viktor Anni xohlayman. Endi bu aynan fotografiya sohasi bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Meni masalan ustozlarim bor, Shams Qamar teatridan, Qamariddin Ortiqov, kritik, o'shalardan teatrlarida haqida olishlaringiz mumkin. Xudojniklar bor, qancha minglab do'stlarimiz bor. Kelsa, men o'ylayman ko'p kishi. Men birinchi o'ringa o'ylardim shu Viktor An kelsalar, o'sha o'tirsalar, rus tiliga bo'lsa rus tilida gapirsalar, o'zbekcha xohlasa o'zbekcha gapirsalar, o'zlarining tiliga ijodkor tushunib oladi baribir. Xohlasa. Ha. Xohlaydigan ko'radi, xohlamaniga zo'rlash yo'q. Zo'rlash yo'q. Xo'sh, mazmunli suhbat uchun katta rahmat Bekzod. Sizga ham katta rahmat. O'ylaymanki, bu hali oxirgisi emas, bu suhbatlarning boshlanishi bo'ladi. Chunki hali nasib qilsa Binalida oilasida hali ko'p ko'rishamiz, xudo xolasa ko'p uchrashamiz. Katta rahmat.